Tovada xonim tayyorlash uslubini ko'rib hayratda qoldim va men ham darrov tayyorlashga kirishdim. Baho bering-chi, o'xshatdim. Birinchi bo'lib tuz, tuxum, suv solib qattiqqina xamir qorib oldim va xamirni tindirishga qo'ydim. Xamir tingunga qadar nachinkasini tayyorlab oldim. Qiymaga mayda qilib to'g'ralgan piyoz, tuz, murch va xohlagan pripravangizni qo'shasizda yaxshilab aralashtirasiz. Tingan xamirni o'rtacha qalinlikda yoyib, tayyor bo'lgan qiymani ham bir xilda hamma joyiga surib chiqamiz va rulet shaklida yaxshilab o'rab olamiz. Endi qovurishni boshlasak ham bo'ladi. Tovaga yog' solib, piyoz solamiz. Piyoz tillarang bo'lgandan so'ng qolgan mahsulotlarni ham solamiz. Tabga ko'ra tuz, paprika va tomat pastasini solib yaxshilab qovuramiz. So'ng tayyor qilib o'ralgan xonimlarni ustiga qo'yib chiqamiz va to'ldirib suv quyamiz va 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. 40 daqiqadan keyin qanday xonim tayyor bo'lar ekan deb rosa ham o'ylandim. Mana tayyor bo'lib chiqdi. Men kutgandan-da zo'r bo'ldi. Ishtahangiz ochilib ketdimi? Robiyangiznikiga mehmonga keling.